Assalamu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2024-yil 12 ayning 18-kuni, chorshanba, kechga yaqinroq chaq. Bugun tushdan keyin 2:20da Amerikaning Markaziy bankining boshlig'i Jeremy Powell apandi Amerikaning Markaziy bankisining qarmog'idagi FOMC, ya'ni Federal Open Market Committee, Markaziy ochiq bozor komitetininki a'zolarininki ovoz orqali chiqqan qarorning natijasini e'lon qildi. Ya'ni bu qatim Markaziy banka qarzning nisbatini 0,25% kesganligini e'lon qildi. Xabaringlarda bo'lgandagidek 2022-yili Amerikada pul paxalligi intayin eg'ir bo'lib ketdi. Shu yilnisi 7-oy mezgilida, ya'ni yoz mezgilida pul paxalligi 9,1% ga yetib, bu 1980-yillardagi Amerikaning iqtisodida u chaqda ikki xonliq 15% ga yetib ketgan pul paxalligi. Shu pul paxalligi eg'ir bo'lgan ahvoldan keyingi barliq kelgan, ya'ni 40 yildan keyin ko'rilgan bir cho'ng pul paxalligini barliq keltirgan. Buni tizginlash uchun eng yaxshi dori nima deganda o'simni o'stirish. 2022-yil yozdan tortib ta ala bu yilgacha, o'tgan yilning oxirigacha Markaziy banka 1,5 yil ichida 11 qatim o'simni o'stirish orqali banklarning o'zaro bir-biridan qarz olish uchun qo'yadigan o'sim nisbatini 5,35% ga ko'taryapti. Buni aytib cho'ng ko'tirish. Ba'zi kishilar 5,15%, 35% bak yuqori emas-ku deb qaraydi. Biz, ya'ni ba'zi kishilar iste'molchilar bo'layotgan biz banklarning o'zaro bir-biridan 24 soatlik qarz olishiga qo'yiladigan 5,35% dan odatda 3% atrofida jiqroq o'sim tilaymiz. O'yisi to'lash uchun agar innovativ kartochka ishlatganlar bo'lsa, ular texmi jiq to'laydigan gap. Ya'ni o'simni jiq o'stiradigan gap. O'simning o'zi shu pulni ishlatishning bahosi degan gap. Bahası eşip ketgan narsa qanday bo'ldi? Bahası eşip ketgan vaqtda, bularmi bu o'sim nisbati eşip ketgan vaqtda pulga bo'lgan talab to'laydi. Chunki u siz uni qarz olib bir narsa olaman desangiz, o'simga to'laydigan yukingiz eg'irlab ketadi. Shu bu yerdagi maqsad nima jiq bo'lsa bozorda shu pahal bo'ldi. Ya'ni pul pahal degan gap pul obort aylangan pul jiqlab ketdi. Shuning uchun buni qisish kerak. Qisish uchun qanday qilish kerak? O'simni yuqoritish kerak. Bunda bo'lgan vaqtda oborotdagi aylanayotgan pul azaydi. Tüp maqsad mushu. Ya'ni Markaziy bankining maqsadi asosan ikkini qo'g'lishdi. Asli o'lchamda makrolik iqtisodiy nishon deymiz. Birisi iqtisodning ishi. Iqtisod qanday chaqlashgan bo'ldi deganda, ishsizlik tuvan bo'lgan vaqtda baho muqim bo'lgan vaqtda. Shunga ishsizlik nisbatining tuvan bo'lishi, bahoning muqim bo'lishi, ya'ni pul paxalligining bo'lmasligi yoki intayin tuvan bo'lishi, 2-3% atrofida bo'lishi bu iqtisodiy gullanishni barliq keltirdi. Ya'ni amaliy iqtisodiy gullanishni barliq keltirdi degan gap. Shu bu yerda asosliq Markaziy bankining yetmoqchi bo'lgan maqsadi to'liq ish o'rinlashni amalga oshirish, ham bahoning turaqligini kontrol qilish yoki shuni kapolat qilish. Shu vajdan 11 qatim o'stirib o'simni oxiri bilan 3% dan tuvanga tushadi. Tushagandan keyin 9-oyda bular o'sim kesdi. 0,15% o'sim kesdi. Ammo shu oylarda chiqqan bir sonliq ma'lumot ishsizlik nisbatining 4,1% dan 4,2% ga o'sganligini degandagi ko'rsatgandan keyin bular 11-oyda o'sim kesgan vaqtda 0,25% kesdi, ya'ni 0,15% kesmadi. Bugun 0,25% kesdi. Shunday bo'lgan vaqtda 11 qatimlik o'simni o'stirishdan keyin bular 3 oyning ichida 3 qatim o'sim kesib, ya'ni 1% tuvan bo'ldi-da, shunday bo'lgan vaqtda. Hozir o'simni
4,5%ga 4,5%ga tushadi. Bu deganlik pul elishning, qarz elishning bahası tüvəlidi deyin gap. Ma'lum narsaning, ma'lum mulkning bahası tüvən bolsa, kishilarda shuningga bo'lgan talab oshadi. Xo'sh. Undan so'ng bu nimadan derak berdi deganda, bu bundan keyin iqtisodiy faoliyatlarda jonlanish ko'rildi, pul obrotga eqib kirdi degandan derak berdi. Albatta kishilar mablag'ini, kishilar emas, mablag'li shirkatlarmi kishilardan chiqqan mablag'larni ko'paytirish uchun har xil narsalarga soladi bular. Savdo banklari qarz berdi, aholilar banklarga berib qarz, o'zining omonat pulini qarz qo'ydi, o'simlik qilib olgan vaqtda CD qo'ydi 5%dan 4,7% deganda. Bu yaxshi pul, uning xatri yo'q. Bank olab tushsimi, Markaziy bankka siz qo'ygan pulni 250 ming dollargacha kapolatga ega qiladi, berdi deganga. Buning hech qanday xatri yo'q. Paychiki bozorda, shifrliq bu bozorda masalan nurg'un mulklarni olib qo'ysangiz, shirkat xuddi Enron shirkatiga o'xshash 2000-yildagi, 2002-yildagi vayron bo'lib ketsa, hamma nima yo'qolib ketgan o'xshash. Mav CD omonat qo'ygan certificate of deposit bu pulni yo'qolib ketmaydi. Shunga bu o'sim iqtisodiy faoliyatlarning yurishida intayin muhim. O'simning tuvan bo'lishi iqtisodni siljishni maqsad qiladi. Aholining qo'liga pul kirdi, ya'ni chunki qarz olish orqali. Bu qatim Jeremy Powell'ning ta'kidlagan nuqtasi nima desa, bizning Amerikaning iqtisodining ishi 3-fasl, 2-faslda Amerika iqtisodining ishi 2,18% bo'ldi deydi. Ya'ni 21 yillik milliy daromadi 29 trillion bo'lgan Amerikaga iqtisodiga nisbatan aytgan vaqtda iqtisodning amaliy ishi 2,18% degan gap alomat cho'ng'ish. Ya'ni Amerika iqtisodining mush ishlar nurg'un kichik sanoatlashgan davlatlarning 1 yillik milliy daromadidan yuqori degan gap. Bunday cho'ng o'sish. O nisbat emas, bu miqdori jihatdan aytgan vaqtda buni hisoblab kelsak, u jiq o'sish bo'ladi. Ya'ni 1 yilga Amerikaning iqtisodi 29 million dollarlik, trillion dollarlik iqtisodi 2,18% o'sdi degan gap, o 1 trillionga yetib qopdi degan gap. 170-180 davlat var dunyoda. 1 yillik milliy daromadi 1 trillionga yetmaydigan. Shunga buni sizlar o'ylab baqsang bo'ldi. Ba'zi davlatlarning iqtisodiy yiliga 10%, 15% oshsa-mu 1 trillionga yetmaydi, masalan. Xo'sh. Shunga o'simning o'sishi, o'simning kesishi nima ish qilgan deganda, pul paxalligini tizginlashga nisbatan bularning ishonchi bo'ldi, lekin garchi 2%lik 2%ga tushamizmi? Tushamagan bo'lsa-mu, 3%dan to'van. Ammo ishsizlik nisbati sal o'rlab qoldi 4,12%. Nurg'un xizmatga oladigan, xizmat e'lonlariga qaraydigan bo'lgan qarsa, shirkat, idora shirkatlarining xizmatchi qabul qilmaydigan e'lonlarda ozish bor son jihatda. Ham bir ishdan qilib, ya'ni bir ishni topish o'g'arliqda sal odamlar ketadigan vaqt uzoqroq bo'layotgan gap. Shunga o'simni bak jiq masalan o'simni kesmasak ishsizlik ortib ketadi deydi. O'simni bak jiq kesmasak pul paxalligi ishib ketib qoladi deb ansirash bor. Shunga bu yerda pul paxalligi bilan ya'ni bahoni kontrol qilish bilan ishsizlikni tuvanitishning o'ttirisida muayyan bir tangpunlikni, balance pointni, tangpunlik nuqtasini tepish nihoyatda muhim. Shunga siyosat deganda nima ishga belgilaydi deganda, siyosat degan ishlarni yaxshi qilish uchun, nachar ishlarning oldini olish uchun, nachar ahvolning yomonlab ketish uchun, yaxshi ishlarning qo'raklab, yaxshi mengish uchun qo'llanilgan narsa. Ya'ni gap ijro qilishda. Tuzib qo'yishlar hisobimiz. Ammo Markaziy bankning chiqargan qarorlari hatto Markaziy bankka o'simni kesidi degan yoki kesmaydi, manchilik kesdi yoki manchilik kesmaydi degan har xil farazlarga asosanmi mablag' soqchilar o'zininki
Her xil tallaştırını qıldı. Yani mülklerini onundan bunun ötkeydi. Mesela ösüm nispeti banka pul qoysanız 5% ösüm bermən degan çağda bəzi adamlar pay çekidən çıxıb olub pulunu naqd pul şəkildə bankada saxlaydı ösüm çıxadan sap pul keldi. Əmdi ösümni mındaq kesib asqanda qıldı desa, ola naqd pulni çıxırıb olub bankadan pulunu çıxırıb olub pay çek aladı yoki şifrliq pul aladı. Yoki olmasa öyünün bahası tushsa, ona azroq qo'shib, qazilib, uy setib oladi. Fizikal, ya'ni jismi bor bir mulk setib oldi degan gap. Nurg'un odamlar jamiyat orqali soat xizmat qilib yashaymiz, maoshga tayinib yashaymiz. Ammo ba'zi odamlar shunday yashab turib, mablag'chilik bilan pul topmayman deb kech kunduz o'ylaydigan odamlar bor. Bular tashlanib qolgan yerlarni, eski binolarni ko'rdi, qanday tijoratning yo'li bor deydi. Shunda o'simga nisbatan bular emas, ba'zilar balkilar shirkat shaklida ham bular o'sim shunday tushgan vaqtda bahoni muvofiq ko'rgan vaqtda, ya'ni to'laydigan o'simni shu bankdan qazilib ash narsalarni setib oladi, uni azroq tuzaydi, o'ngshaydi, bozorga soladi. Shuna pul topadigan gap. Shunga hozir pul topishninki yo'llari ustida haqlar xil o'ylanadi. Ba'zilar tijorat qilib topadi har xil sohada, ba'zilar qattiq ishlaydi. Ishlashning o'zi bilan pul topib bo'lmaydi. Mablag'chilik qilmasa, mablag' solmasa, pulni aylantirmasa. Men ilgari shu pulning psixologiyasi degan kitobda Morgan Housel'ning shu gapining muhimligini degandim, compound interest, ya'ni jug'lanma o'sim ta'siri deganni. Buni bizning Uyg'ur tilimizda diqqat qilsam ba'zi kishilar intayin to'g'rimi, alaqi nisbatan yiqishliq shaklda tarjima qilibdi. Ya'ni domulama o'sim deb. Domulama o'sim debcha. Bundan keyin jug'lanma o'sim deb olmay, domulama o'sim deb asaqim bo'g'dak deb qoldim. Xalq boyliqning yaratuvchisi, xalq so'zlarning eng yaxshisini topquchisi. Men o'tganda tep degan gapni damalliq ig'zimga kelmagan desam, ba'zi qarindoshlar uning so'z qoldiribdi. Tepni so'yinchi desak yaxshi bo'ladi, to'g'ri bo'ladi deb. Masalan, mana shunday talash tortish orqali hayotimizda bor bo'layotgan shaylarga to'g'ri ism, to'g'ri sifatni qo'yishning o'zi kishilarningki shularni yaxshi tushunib, yaxshi hazm qilib, o'zining hayotini yaxshilashda qo'llanishiga foydasi bor deb qarayman. Xo'sh, bu ortiq gap bo'lib ketdi, ammo gapni yondirib aytsam, o'simning kesilishi nurg'un ishlarga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, mamlakat ichida kishilarning uy setilishi, mashina setilishi, hatto kredit kart, inovatli kartochkadan ishlatilgan qarz, anan ba'zi uzunga chidaydigan, masalan, Home Depot deymiz, Best Buy deymiz, uy jihozlarini sotadigan shirkatlar qimmat qat azlaydigan mashinani, cho'p kesadigan mashinani 0%dan berdi-ku, 0%dan 3 yil to'lab bo'lsam bo'ldi deb. Agar qo'lingizda naqd pul bo'lsa, naqd pulingizni bankaga o'simga qo'yib qo'yib 4.1%dan ala 3 yilda, masalan, 3 yilda ishni to'lamaysa, 0%dan to'laysa, 3 yilda 36 oy bo'lib to'lsang bo'ldi desa, ba'zi hali aql odamlar shunday qildi. Qo'ldagi pulni bankaga qo'yib o'simdan chiqqan payni yeydi. Ammo u nimaga berib pul bo'lsa-mu to'lab etmaydi degan gap. Tovarlarni setib olgan vaqtda uning qo'ldagi naqd pulni to'lab etmaydi. Shirkatning 0%lik nimasidan bagan qazidan foydalanadi degan gap. Boylik degan shunday kichik tanlashlarni qilib, anadan keyin to'g'ri tanlashlarni qilib, shuni yig'inisidan qiladigan gap. Bizda cho'nglarda gap bor. O'zida yo'q, olamda yo'q deb. Chunki kichik ishlarga diqqat qilmasak, anadan keyin moddiy muhtojlikda qilib qoladigan gap. Shunga bu qitim o'simni tushagan vaqtda 30 yillik uy olganlarningki olgan qarzi hozir 6%dan yuqori ekan. Bu biroz tushishi mumkin. Shunga shunday qilgan vaqtda bolalarni maktabda o'qitish uchun qarz olganlar va education loan deydigan bak yuqoriroq bo'ladi bu. Uyini yuqori o'simli olganlar bular refinance, ya'ni bir bankdan tuvan o'simda qarz olib, bankning qarzini to'lab o'tib, andan keyin tuvan qarz olgan bankiga
айлық mortgage-ni yoki айлық qarzini төлесе, yaxşı болады bunu. Байлық məsləhətçiləri aşınaq təklif berdi. Şoň ösümnin kesilişi nurgun yerlerge təsir qıldı. Import, eksportga təsir qıldı. Ösüm kesilgen vaqtda adətdə şu dövlətninki pulu o birdə jiqraq aylandı. Aylanğandan keyin nima boldu desa, sal bahası düşüdü. Adətdə dollar indeksi düşüş kerakdi. Lakin dollar indeksi taz Amerikanın düşməyədi. Bu degen nima desa, haqla yana Amerikanınki dollar görsəkiş. Amerikanın iqtisadiga nisbətən işenç var. Saylan boldu yüzanlı 47-ci növbətlik prezident Trump boldu. Trump ticaretke, soğuduğa mail eden de qaraydı dünya umumyüzlük. Şuna bolğanlıqdan bu adamın qandaq siyaset yürgizişi kelar qıtımlıq iler yıldaki iqtisadi fəaliyyətlərə təsir göstərdi, payçıqqa təsir göstərdi. Hazır nurgun adamda Donald Trump işbirlik pullarını qollayman dedi, Bitcoin'ni qollayman dedi de işbirlik pulda bir kötürülüş oldu. Ötkendeki eliksiyarimde eskertkendek üsəlürüqa iş yox. Bir çağıt gələn vaxtda bu düşüdü. Səmirtib soyap yeydi, qoyunu səmirtib soyap yeydi iş var. Ama ziraatını östürüp üzüp yeydi iş var. Ama şunu şu üzüp yeydiğan, suyap yeydiğan bəzi adamlar oldu. Sal keyni qep qağanlar, ya bək aç gözlü qıp ketkenler, qurbanı aylı bir tane gep. Anadan keyin Jeremy Powell deydi, kiler jıllık iqtisatını isbatlagan vaqtda faqatlam 2 qitim ösüm kesdiganligini, keskendimi 0,125%dan kesdiganligini dan ima qildi. Yani bu nima düşündürdü desa, bu adam kiler Trump taxtga o'tgandan keyin pul pahallığı yenip keladi deb endişesini ibarladı dedi. Ösümni bək kesmeslik, keskendimi az kesişini təşəb oylayatqan gep. Jıq kesib ötüb qalsa, ösümni jıq kesib ötüb qalsa, pul pahallığı yenip bildi. Eğer ösümni kesmey uzun mezgil yuqarı nisbətə turuyversə, işsizliklaşıb ötüb qalgan gep. Trump'ның qanday siyasət yürgüzdü degende, hazırki ahvallardan, analizlardan bir neçə yatını ihbalını. Birincisi, bu adam dedi ki, deregulation deydi. Bazı sahalarını, ömürlük sahası, may qeziş, neft qeziş, bu sahalarga nisbətən deregulation deydi. Yani qayda nizamlarını boş dümen deydi. Yani adam yallaşdan tatıb, ya eşiqşi bolğan. Bu muhitni bulğuydu deydi. Andan keyin adam yallaşda xizmət meselesinde iş hadisələrinin köpüyüşünü keltirib çıxırdı deb oylaydı işlər. Andan keyin tax cut deyen gepni deydi bu adam. Yani hususlarının kirimicini kesme dedi. Şirketlerin ticaret becini tövelteme dedi. Bu ticaret becini tövelletse nim boldu desa, şirketlerge nisbeten etken vaqtda Amerikanın özgü məbləğ nisbeten türk oldu. Şirket becini ticaret şirketinin ticaret becini kimeyse. Ulanın paydı yuquraq oldu, pay çekinin ösüşünü keltirib çıxırdı. Kirim becini kesse kişilerin qolunda jiqraq pul oldu deyen gep. Lekin dövlətnin paydası xəzinəsiga pul nədən keldi desa, bajdan keldi. Onda olsa hem kirim beci kesilse hem ticaret beci kesilse dövlətnin ki chiqimi ortib ketmandi. Xəzinəsi quruq bo'lib qolmamdi degan gap chiqdi. Gap müşədi. Trump deydi ki, men tariff, the beautiful world it has dedi. Tariff tamojna beci eng yaxshi söz, chiroyli söz dedi. Sırtdan Amerikaga mal satılgan dövlətlərə tamojna becini qoyuş arqılıq, mesela Meksika, Kanada 25%'dan başqa dövlətlərdən gələnlərə umumyüzlük 10%'dan Xitayla bəzi mallar 60%'dan deb. Şundaq bac qoyuş arqılıq men pulni bajni keskende azayıp ketken pulni anda to'liqlayman deyapti. Qanchalik amaliyotga aylandi onu ko'ramiz. Lekin tamojna becini yuqori kesse şu vaqtning o'zida mal import qilishlar to'lagan bilan, lekin mal import qilishlar o pulni iste'molchilardan bu sebep bilan yig'ib oldi. Shunday bo'lgan vaqtda yana malning bahasi yuqoriroq bo'ldi. Biz aytib olgan. Bu chaqda bu mal bahosiningki o'sishini keltirib chiqaradigan gap. Shunga Jeremy Powell 2025-yilga nisbatan aytgan vaqtda o'simni kesishdan 2 qitim kesilganligi, kesgan vaqtda ko'p bo'lgan 0,15% kesilganligi to'g'risida shuna ishorat berdi. Anda yana birisi bu adamning qattiq ko'chmanlar siyosati bor, Trumpning ko'chmanlar qattiq siyosat.
Cinayet ötküzgenler başka özünün devletleri cinayet ötküzülüp Amerika gelip cinayet ötküzüyotgan bir kısım köçmenler var ekan. Sani jiq olmasımı. Moşularni birinci ulap yerden qo'llab chiqarman dedi. O'tganda Morgan Stanley bankasidan bir analizchiniki xabarini yetkazdim-ku. 2025 yil Trump 300 ming kishi bilan 2 million kishini Amerika chegarasidan chiqarib o'tib bir yilning ichida degan gapni qildi deb. Bularning ichida ba'zilari o'zining davlatida yaxshi moddiy sharoit topolmay, xizmat topolmay kelgan odamlar bor. Bu yerga kelib ular Amerikaningki emgak chunki ular qonunsiz kelgandan keyin emgak qonuniga bo'yicha ish ko'rmaydigan ba'zi yeziglik sohasi, qurilish sohasi ishlaydigan xo'jayinlar ishlaydigan gap naq pulga. Agar ularni shunday qaytarib o'tib qolsa, bu nima bo'ldi desa, qurilish sohasida, yeziglik sohasida ish qilgan odamdan topilmaydi. Shunday bo'lgan vaqtda Amerikaning emgak qonuni bo'yicha xizmatchi olaman desa, yig'im maoshni ular berolmaydigan foydasi ozlab ketadi. Bunday bo'lgan vaqtda bular asli qilish bo'lishga tegishlik qoida usullar bilan ish qilaman desa, bularning tanlarga ishib ketadi. Bu tanlarga foyda ko'rmasa bo'lmaydilar. Unday bo'lgancha qanday bo'ldi desa, o'zlari paydo qilgan, ishlab chiqargan tovar yoki mahsulot yoki mulozimatga u pulni chaqchadi. Bu pul paxalligini keltirib chiqarib o'tish mumkin degan ish vaqti. Yana unaga qaraymiz. 2025-yilga kelib baqsin. Trump taxtga chiqib baqsin, qanday siyosat yurgizdi. Umuman aytgan vaqtda hozir mablag' sog'uvchilar so'l sohasiga Trumpga nisbatan aytgan vaqtda umidvor qarayotdi. Aholimi shu, ya'ni pul paxalligini tuvanlatdi deb. Pul paxalligini tuvanlashida yana bir kuch bor. Ta'minlash zanjirining ravon bo'lishi, mahsulotlarning ko'p mo'l bo'lishi bahoni tuvaladigan yana bir sabab. Unga qaraymiz, biroq qaysi xil ahvol ustunlikni egallaydi? Mo'shinaga qarab Markaziy banka siyosatlarni o'zgartirib bordi. Xabaronlarda bo'lgandagidek Amerika dollari dunyoning puli deb qaraladi. Oltin kumush tabiiy pul, almasaqdan tatib. Ammo dollar 2-chi dunyo urushidan keyin 1944-yili mana bizga qo'shni shtat New Hampshirening Bretton Woods degan yerda ittifoqdosh davlatlarningki banka yo moliya odamlari yig'ilib chiqargan qaror bo'yicha dunyo puli qilib shu rolni olgan. Shundan keyingi dunyoning iqtisodida dollar shu cho'ng dunyodagi ham 71-yilda bir o'zgarish kirgizilgan. Neft setilishda, muhim tovarlarni setilishda, masalan, paxta deymiz, oshliq deymiz, oltin deymiz, dollarni o'lcham qilish qaror qilinib kelgan. Hozirga qadar mana 80 yildek bo'libdi. Dollar dunyoning pulilik rolini o'ynayotdi. Tashqi savdoda, nurg'un ishlarda dollar ishlatiladi. Cho'ng BRICS deb qo'yamiz. Braziliya, Rossiya, Hindiston, Xitoy, Janubiy Afrika degandek davlatlar qish oltin kesak davlatlar deb qo'yamiz. Bular qopib o'z oldiga dollarning ustini bosadigan bir dunyo pulini barliq keltiramiz deb tepishlab baqqanti. Ammo Trump qaysini ashuna qildigan bo'lsang 100% bajaretimi u bu debdi. Hozir Hindiston bilan Janubiy Afrika bizning undan niyatimiz yo'q dedi. Demak, dollar yanlam dunyoning puli sifatida, Amerika siyosiy jihatda, iqtisodiy jihatda ustun bo'lishiga sabab buning qonun tuzumlari nisbatan mukammal davlat. Adamga qarab o'zgarib ketmaydi masalan. Tez o'zgarib ketmaydi. Saylamdan bu qatim o'tganda shunday bo'lgan, bu qatim shunday bo'lgan. Ya'ni oy Amerika tugashdi, ichki bo'linib ketdi, anda bo'ldi, banda bo'ldi deb. Hatta bir nima Fahid deydigan odam mashina kitob yozgan, Amerika yo'qolib ketdi, tugab ketdi deb mashina kitob yozgan haqida o'qiydi uni. Men o'qib baqdim. Nurg'un qiyoslari, nurg'un analizlari reallikka tushmaydi. Ya'ni g'arbdan rahat yerda turib olib, diktator davlatlarda yashab baqmay, bu diktator davlatlarning aytib cho'ng bo'libchi,
Şundaq yazğan. Ama mana saylama oňuşlyk boldy. Amerikada Amerikanyň tüzümi asas kanuny boýunça şu meňep kelypatdy. Men bu Daron Acemoglu'nunki James Robinson'ın kitabını hepde tercüme kılıp okup ýatyma köpçülik anlap baksaňlyk boldy. Yani bugünkü alet kili şunda asan bolmagan neçe esirlik körüşüş, neçe esirlik tirişiş, akıllarının Amerikanyň şundaq demokratik erkin kanun asas döwletge aylandyryşygan nurgun jaryanlar ketken. Yani bu xil tekniklik üstünlük, yani bir xil demokratik prinsiplaryň oçukçylygynyň, kişiläriň ijatçylygyny urgutulgan muhitninki yaratılışy Amerika iqtisadyny talantly adamlaryny barlyk keltirdigan asaslyk sebäp. Diktaturda, pikir boğulan ýerde, zulüm bar ýerde adamlar can saklaş gaýgysy bolady. Pikir, keşpiyat, ijadiyat digen gap galady digen gap. Hoş. Endi 2024-nji ýyly değişki boldyki Amerikanyň iqtisady hodi 2023-nji ýyldaki okşaş yumşak goňdy. Bu makrolyk Merkezi Bankynyňki siýasatlaryny umumýüzlük ýaxşy ilip bagalygda hem Amerikanyň alımlarynyň pan-tehnik şirketleriniň ijadiyat güçüniň ýüksekligide. Mesela şu COVID diyen kesal vaba payda bolup az wagtda yana Amerikanyň doğru şirketleri vaksinaның näçiqilini nem kıldygy täsiri güçlük boldy. Bu pan-tehnika ijadiyat jihatga güçlüklük, ijadiýlyk digen mandaly bolup galmaýdy. Ama meninki 3-nji kitabymda muş dogrusydaky gepler bar. İjadi weýrançylyk edisini oturup goýganlar bar, men okup goýdum. Ma kitapda. İjadi weýrançylyk edisini oturup goýgan adamlar bar. Kenneth Roth diyen Amerikanyň Harvard Üniversitetiniň iqtisadşünasy COVID ýüz bergen 2020-nji ýylyň 5-inde özanlar habarlarda işsizlik 10% çykyp ketgen wagtda o bu iqtisady böhrandan kийинki Amerika iqtisady naçaralyk kelgen ahwal boldy. Amerika özüni tutuşyş üçin 7 ýyl wagt getdi dep başyna dep berkenti. Bir adamnyň elaqy danlyk ýerde işlegenligi üçin, çyk okuganlygy üçin hem iş togry gepni akyp getemeydi. Çünki şarait hazır dünýä bek özgeripdi. Pan-tehnika bek özgerip ketdi. Sunniy aklymyň jyk özgertip etdi dünýäni. O adamlarınki roý keypiýatyga, intilişige, gep sözüge, psixikasyga, nurgun näslerge täsir köstüp etdi. Muşuna çagda yanala täkdiliniş gerek bolgan näse bilim bileş, okuş, pan-tehnika ögünüş, kanun ögünüş, iqtisad, sowda ögünüş, hem ögengenni emniyet işletiş, kılış, köňüline aýt köňüni salmak tutuş bu naýty muhimken. Roýatda, manewiyatda muqim boluş, güçlük boluş naýty muhimken dep oýlap, hem şu geplerine däwat edem şu iqtisadnyňki ösümniň kesilişiniňki dünýä iqtisady gösterýän täsiri, jümleden bizge gösterýän täsirini sözläp goýýardymy? Herhalde menfaatlik bolgan ýanmalarga rahmat.